Assalomu alaykum do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Bugungi sotuvga chiqqan joyimiz Urganch tumani G'aybu ferma ko'chasining boshida yurtdoshlar 600 kvadrat metr bo'lgan bir qavatli hovli joyimizga yo'llanib o'tamiz. Hovli joyimiz 100% pishgan kavishdan qilingan, ip bilan bostirilgan yurtdoshlar. Bog'chasi, maktab ham yaqin, gaz, suv, svet podключениялari hammasi tayyor bo'lib turibdi. Mashin gelip koyup park ko'chasi uchun burchatkalar qilingan. So'qlarimiz muramurdan qilinib turibdi yurtdoshlar, yurtdoshlar. Hamma narsasidan kanalizatsiyalar chiqqan yurtdoshlar. Tayyor joyimiz, girish darvozalarimiz bo'ladi. Girgandan berimizdan mashin park ko'chasi qo'yilib turibdi yurtdoshlar. Berimiz navislar ham qilingan. Hech narsasidan muammosi yo'q yurtdoshlar. Bu yerda uyimizni ichki tarafidan yine sular ham chiqarib qo'ydilar. Iskojindan ega berlarimiz burchatkalar qilingan. So'qlarimiz muramurdan qilinib turibdi. Joyimiz aytib o'tganimizdek keyin pishgan karish plita bilan bostirilib turibdi. Ayrim jihozlar bilan sotuvga chiqqan joyimiz aziz yurtdoshlar. Joyimiz katta, 600 kvadrat metr. Namunali joyimiz aziz yurtdoshlar. Yurtdoshlar bu tarafda letniy hojatxonalarimiz, bog'ina ega, bog'ina ham yurtdoshlar hamma narsa ekindikilarni qilib qo'ydilar. O'zi hamma narsasi bor. Bu yerda skojlarimiz ham bor ekan aziz yurtdoshlar. Bir tarafta yazda o'tiradigan bir spa qilib qo'ydilar. Shuni tenda miyda-chiyda qo'yish, bir banka sankalarni qo'yish uchun joyim ajratib ketganlar aziz yurtdoshlar, yurtdoshlarimizni. Zo'r chiroyli qilib qo'ydilar. Yani tapchalarni bu tarafdan oshxonadan chiqib o'tiradigan qilib qo'ydilar. Joyimiz zo'r. Yine itlerim var ekan, xuddi bu tarafta letniy hojatxonalari, skvajlar aytib ketdikizlar yurtdoshlarimizni. Ayrim jihozlar bilan bu yerda stupenkalarimiz ham qilingan, fasadlar, tramitlar qilinib turibdi. Bu yerda demir kotel kotelnisi bor ekan, demir kotellarni qo'yib qo'ydilar. Ariston ham bor ekan, gaz cho'chiklari bor, demir kotellari bor azizlar. Bir gelip birazgina qarshi qilib o'tsangiz zo'r. Joyimiz ikkilamchi kreditdan chiqadi aziz yurtdoshlar. Umuman hech narsasidan muammosi yo'q. Bismillahirrahmanirrahim deb bizlar video obzorimizni shu yerdan boshladik. Yurtdoshlar, bu tarafda zalimiz, bu tarafda üst spannimiz, yuvinishxonasi, hojatxonasi, girgandan o'ng tarafda rakovinalar, kafelar qilinib turibdi. So'ng chapda oshxonamiz bo'ladi. Bizda birimiz oshxonamiz, odnotonli fonda turibdi. Gaz plitalarimiz, mo'ychalarimiz hamma narsasi bor. Ayrim jihozlar degan vaqtda gelip mülk egasi bilan gaplashib olaverasizlar. Birimiz yani spa chiqadigan yerimiz, dinli oshxonadan. Ayak telerimiz hem 100% taxta pol qilingan. Eshiklarimiz hammasi taxta eshiklardan. Birimiz zalimiz. Zalimiz ham razmeri katta, bir 5-6 metr, 7 metrlik kattalikda yurtdoshlarimiz odnotonli fonda illyustralarimiz bor. Plita bilan bostirilgan, shpakolovkadan chiqib qo'ydilar. Katta oynalarimiz, akvariyatorlarimiz, chiroyli pardalar. Azizlar, yurtdoshlarimizni hech narsasidan muammosi yo'q. Oyoq teglari gilamlar döşalgan, taxta pol qilingan ham 100%. İkkilanchi kreditdan chiqadi azizlar. Joyimiz. Bu tarafta bir spannimiz. Yurtdoshlarimizni odnotonli fonda oynalarimiz ko'chaga qaragan oynalarimiz, rishotkalari bor, akvariyatorlar, chiroyli pardalar, odnotonli fonda, stenkalarimiz hamma narsalari bor. Tayyor joyimiz Urganch tumani G'aybu ferma ko'chani boshida bo'ladi bu joyimiz. 600 kvadrat metr namunali joyimiz. Ikkilamchi kreditdan chiqadi. Berimiz yana bir spannimiz. Oynamiz ko'chaga qaragan akvariyatorlari, odnotonli fonda chiroyli qilib qo'ydilar joyimizni. Bog'chasi, maktab ham uyimizga yaqin. Marshut liniyalarimiz ham sayr yutsangizlar damozda yut tutdi bu yerda. Berimiz kattalan spannisi. Birimiz ham oynasi ko'chaga qaragan ishotkalar qilingan pedagonik akvariyatorlar hamma narsasi bor. Oyoq telar taxta pol, gilamlar döşalgan. Ayrim jihozlar degan vaqtda mülk egasi bilan gaplashasizlar. Birimiz bizda hojatxonamiz, kafelar qilingan, suv uchun nasos qo'yilgan izlar, yurtdoshlarimiz, rakovinamiz hamma narsasi bor. Bu yerda shunda общий üst spanni, bir zal, dalan, bog'ina ega. Birimiz yuvinishxonasi, oyoqdagi devorlar kafelar qilingan, kir yuvish mashinasi, rakovinasi, vannasi bor. Radiatorlarni tashlab ketilgan. Yurtdoshlar, hech narsasidan muammosi yo'q. Yana bir tushuntirib aytib ketamiz. Urganch tumani G'aybuda ferma ko'cha boshida 600 kvadrat metr namunali ayrim jihozlar bilan sotuvga chiqqan joyimiz sizlar bilan YouTube'miz 100% pishgan karish plita bilan bostirilgan. Narxi 750 milyon so'm. Ikkilamchi kreditdan chiqadi. Birozgina krediti bor ekan, shuning ichida yopib beklab
Doğrudan atarsa barlaton cayımız. Hiç nesesinden olması yok. Kıdır böyle insanlarımıza teklif kılıp koyamız. Sizden bir like pat piste sorak kanalımıza aziz yurttaşlar. Hem meşinin cayla buyursun. Toylan kılıp atısın diyen halde sağlık sağlıkta görüşünce aman bolun.